Shukrullo domla nimadan qo'rqadi? Hayotda. O'ylantiradigan savol. Yo'q, bunga o'ylanganim yo'q, ochig'i. Buni javobi tayyor. Men buni yaqinlarimga aytganman ham. Butun insonni, musulmonlarni, umuman inson zotini umuman hayotini tubdan salbiy tomonga o'zgartira oladigan bitta narsa borda. Ibodatimizga ham kerak, tijoratimizga ham kerak, to'yimizga ham kerak, hamma yo'limizga ham kerak. U nima desangiz, men urushdan qo'rqaman. Urush. Bitta yakka odam bilan urush emas. Shu yurtda, bir mana davlatlarda bo'lyapti-ku. O'shaqangi bir yurtda, o'sha yurtimizda demoqchiman-da, yurtda emas, o'sha yurtimizda shunaqangi janjal, osmonda qiruvchi nimadirlarni uchib yurishi, mahallalarda mashinani o'rniga tankka BTRlar yurishi. Shundan qo'rqaman. Bu nimaga qo'rqasan desangiz, qariyalar, go'daklar, ibodatlar, binolar, ular butun xalqni, kelajakda millatni, yoshlarni, umuman hamma narsani izdan chiqarib oladi bu narsa. Men shundan qo'rqaman, ochiqni aytganda. Chunki agar tinchlik bo'lsa, hammasi zo'r ketaveradi. Ibodat ham, planingiz ham, bolalaringiz orzu havasi ham, ularning xursandchiligi. Mana bitta joyda qo'rqib, qaltirab, ota-onasini yo'qotib qo'yganidan, haligi nima deydi, shokka tushib qolgan bolachani yig'lab, hamda yorilib turgan bolachani qo'yingu, kulib, o'ynab, qo'lida o'yinchoq yo non qand bilan turgan bolachani yo videosini yo rasmini tasavvur qilib ko'ring-da o'zi. Bu juda katta farqda. Men buni ochiqni aytganda istirohat bog'lariga borganda yoki ko'chalarda, bitta mahallalarda bolachalarni qiy-chuv deb qo'yadi, qiy-chuv qilib, o'ynab, kulib, loyga botib, shunaqa qilib yurganini ko'rib aytaman-da, Xudoga shukr, yurtimiz tinch. Shuning uchun bolachalar mazza qilib o'ynab yuribdi. Xudo shunaqangi yurtimizdagi har xil notinchliklardan o'zing saqlagin deb, to'g'ri shundan qo'rqaman. Rahmat rizo bo'lsa azizlar, tinchligimizga ko'z tegmasin, duo qilinglar. Hammaga rahmat. Siz shu javobni kutdingizmi o'zi? Yo'q, ochiqman bu javob kutilmagan edi, lekin kutilmagandan zo'r javob bo'ldi. Sababi hammaga o'xshab endi oxiratda qanaqa javob berishimizni o'ylayman. Bu endi hamma insonning qalbida bor bunaqa javob. Lekin ijtimoiy masala bo'yicha haqiqatda tinchlikka yetadigan savolni birov bermagan edi menga. Bilasiz, kutilmagan savol edi. Odatda kutilmagan savolni berasiz, lekin men endi yuragimga javobni aytdim. Ochiqni aytsam, shundan uchun o'zi yana shunga davom aytib qo'ying. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislari bor. Ertamangi ko'z ochsang tongda, quloq solsang yashab turgan joying jim tinch bo'lsa, o'sha kunga yeguliging bo'lsa, o'sha kunga yeguliging bo'lsa, keyin tani joning sog' bo'lsa, o'zing turding, yurding, bilgin dunyodagi hamma ne'mat senga berilibdi deganlarni. Faqat deb o'g'ansigu Xudo saqlasin tasavvur qilmaydi. Urdi surdi, bang'illagan, otilgan, portlagan, qoch yig'isi, Xudo saqlasin qiyomatgacha avlodim shu narsani ko'rmasin. Keyin o'sha shu joyda bitta narsa esimga tushib ketdi. Alloh taolo hadis qudsiyda aytganda, ey bandam, men sendan ertangi ibodatni so'ramaymanmi, yo'q so'ramayman. Sen ham mendan ertangi rizq so'rama deydi. Bugungi, mana bugun men vafot qilsam, bugungi ibodatdan so'raydi, xolos. Ertangi nimaga ibodat qilmading demaydi. Chunki ertangi kunda Xudo menga bermagan edi. Demoqchi menga Xudo shunadir ekanda, men sendan ertangi ibodatni so'ramagandek, mendan ertangi rizqingni so'ramadir ekan. Shuning uchun shukr qilaylik. Alhamdulillah, yurtimiz tinch, osudamiz,
to'qmiz, xotirjammiz. Alloh taolo bu tinchligimizni, to'qligimizni, xotirjamligimizni olmasin ilohim. Bunga shukr qilaylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat domla. O'ylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.